Aytishlaricha bir kuni yerning bir burchagida barcha insoniy hislar va fazilatlar yig'ilibdi. Zerikish allaqachon 3-marta esnaganida telbalik taklif bildiribdi. Kelinglar berkinmachoq o'ynaymiz. Eng birinchi bo'lib dangasalik berkinibdi. U shundoqqina yo'l chetidagi tosh ostida edi. Iymon osmonga ko'tarilibdi. Hasad esa soyaga berkinibdi. Qo'rquv daraxt kovagiga berkingan bo'lsa, yolg'on okean tubiga sho'ng'ibdi. Lekin aslida yolg'on kamalak orasida edi. Faqat muhabbat qayerga berkinish kerakligini bilmasdi. Shu payt g'unchalar orasiga berkinishni tanladi. Telbalik hammani topdi. Muhabbatdan tashqari. Telbalik atirgul shoxlarini ajratayotganida o'tkir tikanlar muhabbatning ko'zlarini jarohatladi. Ana shundan beri muhabbatning ko'zlari ko'r va telbalik uni yetaklab yuradi.